O'rtoqlar, umraga sharoitimiz bo'lganda shu Shodiyona guruhimizning hamma bolalariga umraga sovg'a qilardi. Endi nima deydi bu? Ko'ngilda ozgina bo'lsa ham Shodiyona guruhimizga sovg'amiz bor. Xudo xolasa Allohga oson, xudo xolasa umralarga ham nasib bo'lsa Shodiyona guruhimiz bilan birga boramiz. Endi hozir guruhimizni chaqiramiz. Yangi yil oldi hammani tabriklaymiz. Sog' salomatligida o'ynab turib duolarda xursandchilik bo'lsa Allohga. Hammalarga rahmat. Sherzodjon bilan ikkalamizning ozginagina, kichkinagina sovg'amiz bor. Lekin sizlar bundan ham katta sovg'alarga loyiqsizlar. Videolarimizni zo'r qilib olib beradigan mana Diyorlarga maslahatlashib, xudo xolasa chiroyli dacha olamiz. Yeb ichasizlar-da. O'rtoqlar, Shodiyona guruhiga juda ham katta hissalarni qo'shgan Hasan akamni ham yangi yil bilan tabriklaymiz. Ular hozir xizmatga chiqa olmayaptilar ayrim sabablarga ko'ra. Senga mana yangi yilga sovg'a Shodiyona guruhida. Yana jamoamiz a'zosi Quvonch akamga ham sovg'alarni yetkazamiz.